Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Ali kun o'rgatib bo'ladi do'stlar. Bugun sizlar bilan biz Mojang Minecraft'ni qanday qilib o'ynashni ko'rsataman. Mana bu hozir chizib ko'rsataman. Hozir mana bu Minecraft. Mana shu hozir chizib ko'rsataman sizlarga. Mana ko'k rangni olaylik. Hajmini ko'paytiramiz. 7 qilamiz. Mana buni managa. Mana shuni managa. Mana shu Minecraft'ni qanaqa qilib bugun tortishni o'rganamiz sizga. Do'stlar, undan oldin kanalga obuna bo'linglar va like va obuna bo'lishni chiqmasin. Qaranglar, birinchi Telegramga kiramiz. Videogram deyiladi menda. Telegramga kiramiz va mobil hozir biz mana shu Mojang Minecraft'ni maza qilib o'ynashimiz mumkin. Sizlarda Play Market'da $699,000 ko'rsatadi, lekin men sizlarga o'shani bepulga tortishni o'rgataman. Hozir mana mobil o'yinlarga yo'g'i do'stlar, managa kiramiz. Mana yerdan mana mobil o'yinlar deymiz. Mana mobil o'yinlar. Shunga kiramiz. Kirganda mana yerga 3 ta nuqta bor. Mana hozir chizib ko'rsataman. Mana yerda 3 ta nuqta bor. Hozir mana foizini sal kamaytiraylik. Mana yerda 3 ta nuqta bor. Mana chizib ko'rsatdim. O'sha yerga 3 ta nuqta bor. O'sha 3 ta nuqta ustiga bosamiz va mana qidiruv tugmasi bor. Mana yerda hozir chizib ko'rsataman sizlarga yana. Mana qidiruv tugmasi bor. O'sha qidiruv tugmasiga bitta bosamiz va mana shunaqa narsa chiqib keladi. Keyin esa bunga biz Minecraft deb yozamiz. Mana ki yozildi. Keyin biz mana bu tugmani bosamiz. Ash Minecraft'da biz mana bu o'zbekcha degan bor-ku, pastda mana shu qidiruv lupani ustiga bitta bosamiz va biz managa Minecraft'da oldida qolamiz. Manaki biz Minecraft'da oldida bo'lib qoldik. O'yin nomi Minecraft, versiya 0 o'qib olasizlar. Kerakli Android versiyasi 4.4 dan qo'shib. Yangilash step 14/2019, hajmi 2.13 megabayt, 123 megabayt, ulanish offline to'g'ri survival. Mana bu o'yin Play Market degan-ku. Do'stlar, hozir mana yerga o'yin Play Market degan-ku. O'yinlar Play Market degan. O'sha joyga bosasiz. Mana bu bosasiz va men buni screenshot qilib bo'lganman. Mana shunaqa o'yinlar qilasiz. Keyin mana bu X ni bosasiz bo'ldi va o'sha yerga qolib ketaveradi bu. Yana bunday qilamiz. Sizlarga maslahatim, hamma pulli o'yinlar mobil o'yinlarda o'tinglar va mobil o'yinlarga obuna bo'linglar. Mobil o'yinlarda maqsadim reklama qilish emas. Endi shu Minecraft'ni qanday qilib bepulga tortishdi mana yerga ajoyib
videolari va manaki pulli motionlar, pulli o'yinlar, mana pulli versiyalar, turli o'yinlar, shu mobil o'yinlarda. Do'stlar, unda xayrlashadigan paytimiz ham kelib qoldi do'stlar. Hammaga xayr, sizlar bilan men Aliukani o'ylatda bo'ldi do'stlar. Keyingi videolarga ko'rishguncha xayr, like va obuna bosib qo'yinglar. Hammaga xayr.